Mana hozir ukamiz ishdan chiqib kech bo'lishiga qaramasdan iltimos qiluvdi. Kelaverdi, mana hozir kelib jomalarni oldi. Mana endi o'ziflarni o'zidan eshitamiz. Qanaqa holatda kelding? Hozir qanaqa holatdasan? Kelganda bir juda ham bir og'ir bo'lib keluvdim. Hozir cho'kdi juda yengil, mana nimagadir boshim ham og'riyapti. Boshimni og'rig'i ham o'sha sekin qo'yib yuboryapti. Bir dunyo qonimni olishdi aka. Doktorga ham borganimda qonim quyuq deb rosa boshim og'rishib, har doim kelishga qo'rqardim jomaga. Okamlarni hisobli chiqib yangi biznes ochib, cho'tka qilibdilar. Men birinchi bo'lib keldim, qijonim o'zi olmagan odamman. Lekin yana olaman hozir. Alloh shifo bersin. Xizoli yana kelaman. Sizga ham kelaman. Sizga ham reklamasini ko'rdim. Xudo xolasa inshaalloh. O'zi etap 3 ta seans bo'lsa, organizmni toza anaqaga olib chiqa olamiz, xudo xolasa inshaalloh. Bunda davleniya juda bosh og'riq kuchli edi. Hozir boshlarga ham sunnat